Assalomu alaykum. Mana biz ekkan gilozlarimiz Giant Red degan giloz. Mana bog'imiz umumiy ko'rinishi mana. 1 gektar joyga ekilgan. 600 tup. Eni 5 metr, bu yog'i 3 metr, 5 ga 3 sxemasida ekilgan. Tagiga mana no'xat ekkanmiz. Mana no'xatlarimizni ko'rinishi. Xudo xolasa bu gilozlarimiz 1-yillik gilozlar. Bu yil ekkanmiz fevral oyida, 18-19 fevralda ekkanmiz. Xudo xolasa bitta dona giloz quribdi xolos, boshqa hammasi tutibdi. Mana shu gilozimiz shu yerda qurib qolibdi. Qolgan hammasi yaxshi tutgan. Allohga shukr. Alhamdulillah. No'xatlarimizni ko'rinishi mana. No'xatlarimiz ham mana gullashga kelib qoldi. Eronni no'xatidan bu, Eron no'xat deyiladi. Mana bu yog'ga ham kartoshka ekkanmiz mana. Kartoshkalarimiz mana chiroyli bo'ldi, xudo xolasa. Endi hali suv ochmadik, endi suv ochamiz. Bizda sharoit shu endi. Ertalab boqqa, kech payt uyga shunaqa qilib ishlab yuramiz. Mana bog'da bu tomondagi ko'rinishlari. Xudoga shukr, mana suvlar ham yaxshi bu yerda. Mana bu yerda mana ariqdan suvlar oqib ketib turadi. Shu no'xatdan keyin nima eksam bo'ladi? Shunga nima deysizlar ostayiga? Bu ariq bo'ylariga beh ekdik. Beh ko'chatlarimiz ham xudo xolasa tutib qoldi.